Sen nima qilib yursan? Uyga ket dedim men senga. Ketmayman. Ota-onam ajrashishim uchun sizga erga bermagan. O'zingizni xotiralaringizni deb. Meni ham baxtsiz qilmoqchimisiz? Oydin, xonadagi rasmlar qani? Endi yo'q. Yo'qvordim. Yonib kul bo'ldi. Nima qilding? Sen aqling joyidami? Axir u meni sevardi, meni sevgimidi-ku. Agar u sizni sevganida sizni tashlab boshqasini tanlab ketarmidi? Sevgi sizga gulmi uni uzib ko'radigan yoki sharbatmi uni tatib ko'radigan? Bo'ldi endi qachongacha o'tmish bilan yashaysiz? U sizga keling, kelajak bilan yashang. Agar bu yerdagi hamma narsa sizga uni eslatadigan bo'lsa, keting. Charchadim. Senga bergan hisobotlarim tayyormi? Xo'jayin, anaqa. Menga qara, esing joyidami o'zi? Chet ellik hamkorlarimiz bilan uchrashishimiz bor edi. Ol bu yoqqa hisobotni. Bu hisobotni kim qildi? Men qildim, xato ketibdimi? Siz qaysi bo'limda ishlardingiz? Yo'q, men o'zim mardikorman. Ofislarni ko'chirayotgandim. Qarasam ko'zim tushib qoldi. Maktabda ishlaganman-da buxgalteriyada. Shunga yechib qo'ydim. Xato ketibdimi? Menga qara Murod. Bir oyda qiladigan ishlaringni bir pasda qilib qo'yibdi. Usti boshiga qaraganda ertadan senga yordamchi bo'ladi. Bugun ishga olgin, tushundingmi? Doktor o'zi nimadan bo'ldi? O'zi tupi tuzugi urdi. Birdaniga hushidan ketib qoldi. Bu birdaniga bo'lib qoladigan kasallik emas. Bu saraton kasalligiga chalingan. Bu uzoq vaqtdan beri sizlar befarq kelgansizlar bu kasallikka. Shuncha payt o'zingizni asrang deb turib, o'zingiz oldinga qaramabsan-da. Endi meni tashlab ketma. Shuncha og'ir paytimda yonimda bo'lding. O'zingga onasi. Atasi, Qo'rqib turding-ku, o'zingga keldingmi? Tuzumsan? qancha urum qo'ygan bilmayman. Mendek kasal xotini nima qilasiz? Siz yaxshi ayolga loyiqsiz, keting iltimos. Mendan rozi bo'ling. Onasi, nima deganing bu? Men nomard emasman, seni kasal holatingni tashlab ketadigan. Hamma erishgan narsalaring bilan sen sababchisan. Yaxshi ham sen borsan. Tezroq tuzalgan oyoqqa turgin. Seni yaxshi ko'raman onasi.